davrimizda men ko'rgan ko'p bolachalar asabiy va kam uyqu bolalar. Shaxsan o'zim bolalarimda mana shu muammo bor. Bu vitaminkani biz juda ham uzoq kutdik. Ya'ni hozirgi paytda hamma bolalarni uyqusi yaxshi emas yoki sal narsaga asabiylashib ketadi, baqiradi, injiqlanadi. Bog'cha yoshidagi bolalar aynan. Mana shunday bolajonlarimiz uchun eng zo'r yechim magniy B6 bolalar ratsioniga qo'shishimiz uchun qonuniy va tabiiy mahsulot. Demak, magniy B6 ni mana ko'rishingiz mumkin. Yaxshi uyqu va nerv sistemasi uchun yordam sifatida qabul qilamiz. Bu dori-darmon vositasi hisoblanmaydi. Bu bolajonlarimizni mana shu injiqligini bartaraf etish uchun, kechqurun yaxshi uxlashi uchun, misol erta uxlab, erta turishi uchun, uyqu sifatini yaxshilash uchun juda ham yaxshi yordam beradi va asablarni zo'r tinchlantirib beradi. Shuning uchun men tavsiya qilgan bo'lardim, har bitta 3 yoshdan boshlab bolajonlarimizning ratsioniga magniy B6 ni qo'shishimizni. 135 ming so'm, ichida 60 ta kapsula bo'ladi. Bu malinani ta'miga ega bo'lgan, chaynab yeyiladigan tabletkachalar, ya'ni juda ham ta'mi shirin. 3 yoshdan boshlab bolachalar bemalol iste'mol qilsa bo'ladi.